قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 21-darsni o'qiymiz. Endi bugungi dars sizlarga topshiriq dars, ya'ni o'zinglarningki saviyasini bir ko'rib boqadigan dars. Sizlar bugungi bu darsni ko'rishdan ilgari o'zinglar bugungi darsdagi tekstni bir qora tarjima qilib, undan keyin mening bu tarjimamni ko'rib, o'zinglarningki qilgan tarjimasi bilan mening tarjimamni selishtirib ko'rib boqsizlar. Xo'sh, unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Al-kalimatul jadida. Yeni sözler. El-mektebu, üstel ve işxana degan ma'nosi bor. Üstel ve işxana. Mekatibu, üsteller. Kursiyu, o'rindiq ve taxt degan ma'nosi bor. Karasiyu, o'rindiqlar. El-lavnu, rang. El-vanun, ranglar. El-qiblatu, qibla. Yani Kabe taraf. Zâke av. Zâlike av. Velakin ve lekin. Zâke bilen zâlikenin qanday farqi bor deganda, zâlike yiroqdiki erlik birlik shakldagi shaylarni ko'rsatish uchun ishlatiladi degan. Endi zâke desa yiroqlikda normal bo'lganini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Zâlike shu eng yiroq ve en üstündekine ko'rsatishga ishlatilsa, zalika yiroqlikda o'ttir hal bo'lganini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Xo'sh, unda bo'lsa biz tekstni o'qiylik. Ad-darsul hadi vel 20. 21. ders. Madrasati, maktabim deydi va madrasa maktab ya mening madrasati maktabim. هذه مدرستي بو مكتبم هي قريبة من المسجد او مسجد يقن هي مدرسة كبيرة لها 3 أبواب او چون مكتب ونان 3 اشكبر أبوابها مفتوحة الآن ونن اشكلري حاضر وجوق في المدرسة فصول كثيرة مكتبتا نرغن سنبلر بار هذا فصلنا بو سنبمز وهو فصل واسع او كانر سنب فيه نافذتان كبيرتان ونندا چون 2 derize بار وفيه مكاتب وكراسي ونندا üsteller ve o'rindiqlar var. Ve fihi sabburatun kebiratun. Onun da çoğun dosku var. Hâzâ mektebul müderrisi. Bu o'qituvchining ustuli. Ve zâke kursiyuhu. Ve avu onun o'rindiqi. Ve tilke mekatibut tullabi. Ve karasiyuhum. Ve avu o'quvchilarning ustellari ve ularning o'rindiqlari. Mektebul müderrisi kebirun ve mekatibut tullabi sagiratun. O'qituvchining ustuli cho'ng, o'quvchilarining ustellari kichik. Fi faslina 10 tullabin. Sinfimizda 10 o'g'il o'quvchi bor. Ve hum min biladin muxtalifa. Ve ular xilma-xil yurtdan, yani xilma-xil davlatdan. Hada Muhammed, bu Muhammed. Ve huve minel Yaban, o Yaponiyadan. Ve huve deganimiz u bo'lsa Yaponiyadan. Ve hada Khalidun, bu bo'lsa Khalid. Ve huve minel Sin, u bo'lsa Jungudan. Ve hada Ahmedu, bu bo'lsa Ahmed ve huve minel Hind. O Hindistan'dan. Ve hâzâ İbrahim ve huve min Gana. Bu bo'lsa İbrahim. O Gana'dan. Ve hâzâ İsmail ve huve min Nijerya. Bu İsmail. O bo'lsa Nigerya'dan.
وهذا يوسف وهو من إنجلترا. Bu Yusuf. U bolsa Angliyadan. وهذا بيرم وهو من تركيا. Ve bu Beryem. U bolsa Türkiye'den. وهذا عمار وهو من ماليزيا. Bu Ammar. U bolsa Malezya'dan. وهذا علي وهو من أمريكا. Bu bolsa Ali. وهو من أمريكا. U bolsa Amerika'dan. وهذا أبو بكر. Ve bu Ebu Bekir. وهو من اليونان. U bolsa Grisya'dan. Hum min biladin muhtelife. Ular xilmuxil yurtdan. وَلَوْغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ. Ve ularning tilleri her xil ve ularning rengleri her xil. وَلَكِنْ دِينُهُمْ وَاحِدٌ. Lekin ularning dini bir. وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ. Ve ularning Rabbi bir. وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ. Ve ularning peygamberi bir. وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ. Ularning qiblisi bir. Hum muslimune. Ular Müslüman. وَالْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ. Müslümanlar qarandaş. هذا مدرسنا اسمه الشيخ بلال. Bu o'qituvchimiz. Uning ismi Şeyh Bilal. وهو من سوريا. O Suriyadan. وهو رجل صالح. O yaxshi odam. نحن نحبه كثيرا. Biz uni intayin yaxshi ko'ramiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bu tekstni sizlar anglagandan keyin o'zinglar qilgan tarjimaga bir selishtirib, o'zinglarning kamchilikini bayqasanglar bo'ladi. Tamarin ko'nik bilan. Birinchisi, ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering deydi. Buni sizlar tekstga asosan javob bersizlar. Masalan, ayna hadihil madrasa? Maktab qayerda ekan? Masjidga yaqin. Kam baban laha? Uning qancha eshigi bor ekan? Laha thalathatu abwab. Demak, tekstga asosan sizlar buningga arabcha javob bersizlar. Bu tekstni yodlash ham sizlarga topshiriq. İkincisi, ba' hadihil alama deydi. Bu belgini qo'ying deydi. Nega? Amamil jumalis sahiha. To'g'ri bo'lgan jumlaning oldiga. Va hadihil alama al-xata amamil jumal allati laysat sahiha. Va bu xato belgisini qo'ying to'g'ri emas jumlaning oldiga deydi. Xo'sh, unda bo'lsa, buni tekstga asosan, grammatikaga asosan emas, tekstga asosan to'g'ri bo'lsa, to'g'ri belgisini qo'yamiz, xato bo'lsa, xato belgisini qo'yamiz. Masalan, birinchisi madrasati qaribatun minal matari deydi. Maktabim aerodromdan yaqin deydi. To'g'rimi, xato? Xato. Chunki maktab nega yaqin? Masjidga. Laha thalathat abwab. Uning 3 eshigi bor deydi. To'g'rimi, xato? To'g'ri. Abwabuha mughlaqatul an. Uning eshigi hozir taqoq deydi. To'g'rimi, xato? Xato. Chunki uning eshigi qanda maftuhatul an. Ochiq. Qolgan o'zinglar tekstni yodlab, shuning asosan javob bersizlar. Üçüncüsü, uzkuril biladal varidata fid dars min Asiya va Afrika va Avrupa deydi. Xo'sh, unda bo'lsa, bugungi darsimizda Osiyoga tava bo'lgan davlatlar chiqdi, Afrikaga tava bo'lgan davlatlar chiqdi, Avrupaga tava bo'lgan davlatlar chiqdi. Xo'sh, shularning ichidan sizlar Osiyoga tava bo'lganni, Afrikaga tava bo'lganni, Avrupaga tava bo'lganni buning ostiga yozasizlar. Tartib bo'yicha sizlar. Xo'sh, savoqdoshlar, unda bo'lsa, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.